Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan koreyskiy myokidan salat tayyorlaymiz. Ya'ni buni mana shunaqa chiroyli, to'yimli salat tayyorlaymiz. Buni dietadagilar ham bemalol iste'mol qilsa bo'ladi. Myokini ikki xili bor. Ovqatga va salatga. Ovqatnikini qaynatib 2 soat qaynatib sho'rvasini ichamiz. Salatnikini esa 1 soat suvga solib qo'ysak ham barglar bemalol yumshab salat holiga keladi. Ya'ni salatga ishlatadigan holga keladi. Shunaqa myokimizni olamiz, suvga solib qo'yamiz. 1 soat turgandan keyin katta bo'lib yoyiladi. Katta bo'lib yoyilgan myokilarimizni suvdan siqib olib, bemalol salatimizga ishlataveramiz. O'zini yesak ham bo'ladi, ta'mi juda ham ajoyib. Yeya oladiganlar uchun. Myokini solamiz, bodringni solamiz. Ozgina pomidor soldim, chunki pomidorda suv chiqib ketmasligi uchun ozroq soldim. Guruchni ikki xilidan ishlatdim, ya'ni jigari va oq guruch. Po'kat soldim. Menda mana shunaqa koreyskiy priprava bor edi. Ya'ni koreyani salatiga o'xshasin deb har doim salatga, koreyskiy salatlarga koreyskiy priprava solaman. Tuz soldim, qizil paprika soldim. Menda koreyskiy mana shunaqa yog' bor, o'shani qo'ydim. Ya'ni koreyskiy salat ta'mini berib tursin deb ozgina chicken go'shtini so'vardim, yaxshilab aralashtirib tarelkalarga solib tarqatdim. Mana juda ham chiroyli, to'yimli va mazali salatimiz tayyor bo'ldi. Yaqinda uyimizga Koreyadan mehmon keladi. Deyarli har kuni o'shanda koreyskiy salat, koreyskiy ovqatlar tayyorlaymiz. Videoga olishga harakat qilaman. Juda ham mazali, to'yimli chiqdi. Yelkada yeb ko'rdim, o'xshamagan ekan. Cho'karakda yeb ko'rdim. Koreyslar cho'karakda yeydi. Yoqimli ishtaha.